Sizlar bilan Laziz. Bu o'tgan safargi videolarimizning 4-qismi. Bu videoda uyimizning ikkinchi qavatini yangilaymiz. Unday bo'lsa, ketdik. Mana uyimiz va shu yerni chiqadigan zinapoya qilishimiz kerak. Mana bu ichkaridan u yerga chiqib bo'lmaydi. Shuning uchun tashqaridan qilamiz. Tashqariga chiqib olamiz. Birinchi bo'lib mana. Endi shu yerdan tepaga qarab zinapoya quramiz. Mana shu yerni buzib olamiz. Endi zina olamiz, zina. Yo'q. Bu yerga mana bu yerga qo'yamiz. Endi bu yerga samatgu. Bu yerga bunday qo'yamiz. Bunday. Ha, do'stlar. Bu videoni ko'rib o'tirgan odamlar menga obuna bo'lishni unutmang. Shu yerda bunaqa qilamiz. Mana bu yer. Hech qisi yo'q. Mana bo'ldi. Mana bu yerga tushib qo'yib olamiz. Mana bo'ldi. Zinamiz ham tayyor. Endi bu yerdan chiqib shu yerni xonalar qilishimiz kerak. Mana bu yerga birinchi bo'lib eshik qo'yib olamiz. Mana eshik. Yo'q. Eshikni mana bu yerga qo'yganman. Mana bo'ldi. Endi mana shu yerdan bitta xona qilamiz. Xonamiz sal kattaroq bo'lishi kerak. Mana bo'ldi. Shu yerdan to'g'ri kirpitlayveramiz. Mana buni olamiz. Bu sandiqni ham olib olamiz. Yana nimalar kerak bizga? Endi ularni shu yerga taxlab chiqamiz. Ovozni chiqaramiz. Ana bo'ldi. Endi bu yerga sandiq. Bu yerga sandiq. Endi bu yerga, bu yerga, bu yerga. Mana shunday qilamiz. Endi bo'ldi. Endi bularni tashlaymiz. Nima qo'ysak bo'lar ekan? Ha, menda bitta fikr bor. Endi bizga mana bu kerak bo'ladi. Yana mana bu misni olib olamiz. Endi bunga nom berishimiz kerak.
nima deb nom beramiz? Mana shu nom aniq bo'ladi. Buni bitiramiz. Ana bo'ldi. Pikas. Mana bu sandiqni ichiga mana shu yerni qo'yib qo'ysak, mana bu olib ishlatadi. Mana oldi bu. Mana bo'ldi. İkinci kartımız ham tayyor. Hammaga rahmat. Menga obuna bo'lishni unutmang va shu videoga like bosib qo'ying. Va keyingi videoda shu uyning 3-qavatini ko'ramiz. Bu albatta 5-qismga tushadi. Xayr.